Yo'q, endi uloq bozorimiz. Yiqilib tushmagin. Aka, assalomu alaykum. Necha pul deyapsiz bu otda? Sotildi, necha pulga sotildi? 20 million, $2000. $2000ga sotildi. Kecha! Qora bayrmi bu? Blogimizdan nimaga ko'raversan? Bunga giraman. Nima degan blog? Obzor info. Nimasi o'zsa? Obzor info. Nima degan o'zbekcha gapir menga. O'zbekchasini bilmayman, menga ham qo'yishib berganman. Ha, sen nima ish qilayotgan bilasanmi o'zi? Ha. Videoga olyapsiz yo'qmi? Nima olyapsan? Aytaman men. Qaysi bozor bu? Seshanba. Sharxon Oldonbek seshanba bozor. Faqat parajida bistonchi o'tdi. Oshaqa. Bu ota to'yib degan ekan, demaysanmi? Aytayapman-ku. Ha, yaxshi, mana to'y. 3 yashar. 3 ta tuyog'i. Ha. Kami bormi? Bor, kami kami bor, faqat chikka. O'tgan safargidek davra qilmaysizmi? Sizni kamini qarang. Men Instagramga qo'yib birinchi boshlaganimda 250 ming o'xshagan odam ko'rdi. Bu Bashirga bundan ko'p odam ko'radimi to'g'ri? Hozir bakalashga oling. O'yin uyushtiramizmi yo'qmi? Boshqa joy yo'qmi aka? Oching, Davay! Mana haqiqat richard bijodan boy bo'ldi. Boshla! Boshlayapmizmi? Hozir shoshmaydir, men bakalashga tovolay, pul tovolay. Bakalashga toving. Pulni ber oldim. Pulni bering. Doni yo'lida 2 sonni bergin, menga bermang. Avlod bor? Yo'q. Seni 2 sonnini qabul qilinglar, boshqa bo'ladi. Tushunyapsan? Sizga mikrofon taqib qo'ysa olib kelaverasizmi yo qochib ketasizmi nariga qarab bitkazib qo'ying. Astagfirulloh. Har kuni mikrofon berishadi menga. Ko'nglingdan chiqarib beraman, mayda. 5 mi 10 ming berasiz ekan. O'ta 5 ta beravering. Bo'ladi do'stlar. Mana bu bola ihson qildi, ihsonlarni qabul qilib o'tganlarni amal. Amin. Bola otgan yursin. Allohu akbar. Demak boshladik.